sigaret, nos, nasha chekish bularning hammasi farzandsizlik bo'ladigan bo'lsa, bunda tekshiruv usullarimizdan bittasini o'tkazishimiz kerak. Bu spermatozoidlarni oksidativ stressini aniqlash. Bu usul ham endi bizga kirib kelish boshladi. Endi mana tadqiqotlar, tatbiq etishlar boshlandi. Spermatozoidlarni oksidativ stressi erkaklar reproduktiv tizimida reaktiv kislorod shakllari haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilib, organizmni unga qarshi antioksidant tizimi ularni zararlantirish uchun yetarli bo'lmagan holatdir va buni farzandsizlikka qanday ta'sir bor? Spermatozoidlarning DNK fragmentatsiyasining buzilishi bu homila bo'lishiga qiyinlashtirishi mumkin yoki homilaning tushib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Aktiv harakat qiladigan spermatozoidlarning kamayib ketishi, ya'ni oksidativ stress spermatozoidlarning membranasiga zarar yetkazadi va bundan keyin spermatozoid tuxum hujayraga yetib borish uchun faol harakati kamayib ketadi yoki umuman faol harakat qiladigan spermatozoidlarning o'zi ham kamayib ketishi mumkin. Spermatozoidlarning morfologiyasi buzilishi, ya'ni boshi, bo'yni, tanasi dumida nuqsoni bor spermatozoidlar ko'payib ketadi va bunaqa nuqsonli spermatozoidlar urug'lantirish qobiliyatiga ega emas. Spermatozoidlik bunaqa o'zgarishlar bo'lishiga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Erkaklarda o'tkazilgan yallig'lanish kasalliklari, prostatit, arxit va boshqa urologik muammolar, varikotsel, qon aylanish buzilishidagi muammo, ya'ni moyakning qon aylanishi bilan muammosi bormi, demak moyakning funksiyasi buziladi. Moyakning funksiyasi nima? Bu spermatozoid va testosteron ishlab chiqarish. Zararli odatlar: spirtli ichimliklar iste'mol qilish, sigaret, nos, nasha chekish bularning hammasi oksidativ stressni ko'paytirib yuborishi mumkin va spermatozoidlarning funksiyasini buzishi mumkin. Agar siz farzandsizlikdan qiynalib yuribsiz va o'zingizda aniq javob ola olmayapsizmi, qabulga kelishingiz mumkin.